كتابىڭنى ئوقۇۋالايمۇ. Avtori Esma İlham. Zahra Farruxning eng yaqin do'sti edi. Ularning apalarımı yaqin qo'shnilardan bo'lg'achqa, Farruh bilan Zahra doim birga o'ynaydi. Bugunmi ular Zahraning uyida bek yaxshi o'yinlarni o'ynaydi. Zahraning apasi ularga bir qancha rasmli kitob o'qib berdi. Zahraning uyida Farruhda yo'q kitoblarmi bek ko'p edi. Farruh bir kitobga bek qiziqib qoldi. Zahraning apasi aram bir qatimla o'qib bergachga, Farruh u kitobga faqat qanmadi. Uyga qaytaran chog'da Farruh Zahra hilqi olam bo'shliqi haqidagi kitobingni menga berib turg'ina, men necha kun o'qib olay bo'lamdi deb so'radi muloyimlik bilan. Yo'q, bo'lmaydi, dedi Zahra tuzla. Nimishqa, dedi Farruh hayronlik bilan. U Zahrani kitobni cho'qim berib turdi deb o'ylagandi. Chunki sana berib tursam, ko'nglim bekmi yeyim bo'ldi, dedi Zahra. Farruh bu gapni anglab bek beoram bo'ldi. Zahraning apasi har qancha tushundirsa-mu, Zahra kitobni faqat o'rgatga bergili unmadi. Farruh qattiq xafa bo'lib, "Xat, men bu endi o'yinchiqlarni qat'iy sana o'ynaga qo'ymayman. Sen bilan o'ynamayman. Sen endi mening do'stim emas." Farruh shundoq deguncha taramlab shaydab qolgan yeshini zo'rg'a besib, apasining qo'lini tortguncha uyga mangdi. Zahraning o'zining keyindan chaqirganiga parvo qilmadi. Tunugun to'lma ko'ngilsiz o'tgachga Farruh atiganda beoram o'rnidan turdi. Eng yaxshi do'stidan xafa bo'lib qolishga uning ko'ngli betmi g'ash bo'lgandi. Farruh nashisini qilib bo'lib, endi nima o'ynsam bo'lar deb turishiga eshik chekkan ovoz anglandi. Farruh eshikni ochib, Zahraning qo'lida 3 ta kitobni tutgan holda qarab turganligini ko'rdi. Kitoblarning orasida tunugun Zahra bergini unmagan kitobni turardi. "Meni kechirgin. Qara, sana bu kitoblarni keldim. Qachon qaytarib bersang bo'laverdi. Sen xafa bo'lsang, mening ko'nglim taxim yerim bo'ldi ekan", dedi Zahra muloyimlik bilan. "Vah, ajab yaxshi. Men sana kitob ishkabimdan hamma kitoblarimni beraman. Xalqining tanlab o'qib tursang bo'ldi", dedi Farruh xushal holda. Ular yana hammani unutib, nihoyat ko'ngilli o'ynadi. Zahra yana mening eng yaqin do'stim. Men uninga bek amroq deb o'yladi Farruh ko'nglida. Bu chog'da Zahra model o'yinchiq kitoblarni adashlarga berib turishga yaxshi ishgan emasmi? Ham adashlarni, ham o'zini xush qilg'il bo'ldi ekan deganlarni